O'zingiz bilmagan holda narkotik vositalarining savdogariga aylanib qolishingiz mumkin. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bugun Husan aka Tangriyev bilan Renessans minbari davomida suhbatlashganimizda aynan mana shunday holatlardan biri haqida so'zlab berdilar. Menimcha boshqalarga ham foydali bo'ladi, aytib bersangiz. Albatta, assalomu alaykum. Yaqinda aniqlangan holatga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, Rossiya Federatsiyasidan O'zbekistonga yuborilgan avtoehtiyot qismlar, ya'ni reduktorning ichida 5 kilogramm yangi turdagi klefidron sintetik giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. Qarangki, bu avtoehtiyot qismni o'zi bilan O'zbekistongacha olib kelgan taksi haydovchisi ham yoki uni chegara bojxona postidan go'yoki o'zining tovari sifatida olib o'tib berishga xizmat qilayotgan, endi bizning tilda tashmachi shaxs ham va uni ichki hududda oxirgi manzilga yetkazishi kerak bo'lgan kuryer ham mana shu avtoehtiyot qismini ichida giyohvandlik vositasi borligidan mutlaqo bexabar bo'lgan. Lekin bu endi ularni demak javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shunday ekan, chegara bojxona postlari orqali harakatlanayotganda birovlarning iltimosiga binoan yoki 3-4 so'm mablag' evaziga yoki haqiqatan xolis bir yordam qilaman deb yoki yaqinlaringizning iltimosi bo'ladimi, farqi yo'q. O'zingizga tegishli bo'lmagan yuklarni olib o'tib, o'zingizni hayotingizni xavfga qo'ymasligingizni so'rab qolamiz. Tushunarli, katta rahmat. Va ushbu videoni foydali bo'lishi uchun xorijda yurgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying va O'zbekistonga kirishda boshqalarning iltimosini bajaraman deb yoki bir 5-4 so'm pulga ega bo'laman deb mana shunday katta muammolarga aralashib qolishmasin.